Tuzumizlar ana 2 kun oldingi videolarimni istoriyaga qo'ydim. Meni urdi, urush bo'ldi, mojaro bo'ldi to'yda deb ko'zlari tagini men o'zim qo'yib, meni istoriyalarimni Insta blogiga tarqatyapman. Noto'g'ri ma'lumot berib, Rashidni talpada urib ketibdi, Rashidni tayog'ib ketibdi deb Instagramda, Telegram kanallarga tarqatyapsizlar. Jigarlar, o'zi vaziyat mana bunaqa bo'lgan. To'yda jo'ralang bilan kuruk bo'ladi, to'g'rimi? Kurukda o'ynayapmiz, artistlarning oldiga borib meni xuddi o'zicha suyuqlanib qanday o'ynaydi, mana galboylar qanday o'ynaydi. Ana shunaqa o'ynab menga yopishyapti bitta bola. Tanimayman u bolani, begona bola. Men aytdim, "Qo'y, birovni to'yini buzmaylik, birovni to'yini buzmaylik" deb ogohlantirdim. Bir marta ogohlantirdim, mayli ketdi. Yana ikkinchi marta kelyapti. Izvasa qilgandek bo'lyapti-da. Endi meni o'rnimga o'zlaringiz qo'yib ko'ringlar-da. Manigacha keldi bu. Galboylarning o'yinini bilasizlar, elga bitimi nima u? Erkakchami, erkakcha o'ynasin. Keyin men uni bitta urib nariroqqa bordim, bir urdim, yaqinroqda o'ynadim. Arqamdan 4 ta 5 ta 6 kishi meni urib ketyapti. Haqiqiy erkak adin chiqadi. 5 bos. Mana shunaqa ahvol mana. Grupovoy 4-5 kishi burnini sindirdi. Assalomu alaykum hammaga, jigarlar, tuzumizlar. Hamma meni hol-ahvol so'rayapti. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Alhamdulillah, zo'r burnim sinib ketibdi. Qayrilib ketgan. Shunga bittasizlardan maslahat so'ramoqchi edim. Oralaringda kimlardir operatsiya qildirgandir burnini, yaxshi bironta doktor bormi operatsiya qiladigan? Kimga borsam bo'ladi? Ko'zlargacha berib olgan, suyagi sinib ketgan. Shu burun operatsiyasiga yaxshi vrach topib yozib yuboringlar hech kimga. Buni nima bo'lganini Xudo xolisa 4-5 kundan keyin tushuntirib beraman. Sog'lig'imga birinchi qarang, keyin hammasini bafurja aytib beraman sizlarga nima bo'lganini. Akalarim, ukalarim xavotir olib yozyapsizlar. Hammasi yaxshi, Xudo xolisa hammasini o'zimiz hal qilyapmiz. Xudo xolisa tez kunda yangilik bo'lib qoladi. Aytib beraman podrobni hammasi nima bo'lgan. Yaxshi operatsiya qildirishim kerak. Yaxshi doktor tavsiya qilinglar. Rahmat oldindan kattakon.